Hammaga salom. Bugun sizlar bilan o'tgan, hozirgi va kelasi zamonda gaplar tuzib mashqlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi mana bu 3 ta so'zlarni o'rganib olishimiz kerak. Tayyor bo'lsangiz gaplarni ko'rib chiqamiz. Telegram kanalimda men so'zlar tashlab boraman, lug'at. O'sha yerdan so'zlarni yodlasangizlar o'zingizlarga foyda bo'ladi. Kanal linkini pastda qoldiraman. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Hozir esa o'sha so'zlardan foydalanib gaplar tuzib chiqamiz. Hozir umumiy 9 ta gapni ko'ramiz. O'tgan, hozirgi va kelasi zamonga 3 tadan. Birinchi gap: kino gakkoye ikimasen deshita. Ikkinchi gap: kino bangohano ikimasen deshita. Uchinchi gap: kino hono yomimasen deshita. Do'stlar, agar gaplarni tezlatadigan bo'lsam uzr so'rayman. Videoni hajmini kichaytirish maqsadida shunaqa qilishga majbur bo'laman. Videoni stop qilib ko'rib yozsanglar yoki o'qib eslab qolsanglar, mashq qilsanglar bo'ladi. To'rtinchi gap: kyo totemo benkyou shimasu. Kyo watashi wa eiga o mimasu. Watashi wa shukudai o shimasu. Anata wa eigo o benkyou shimasu ka? Do'stlar, videoni shu yerda to'xtataman. Bu gaplarning davomi ham bor. Ko'rishni xohlasangiz Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. O'sha yerdan bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Telegram kanalda YouTubedan ham ko'proq o'qish, o'rganish uchun materiallar tashlab boraman. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha xayr.